Aka qayerdan keldi? Bitta mijozlarimizga mana gaplashib mijozlarimiz bilan. Premol. Bo'kadan kelganmiz. Bo'kadan Roxsonni kuzatasiz, doim obunachisiz. Mahsulot qanday yoqdimi sizga? Endi mahsulotni men sizga kelishtirib 3,5 million qilib berdim. Siz yo'q tushib berdingiz, 3 million 400 ming ham qilib berdim aka. Endi nechta pul berasiz? Mijozlar oldida savdo qilamiz, ana ko'rsin bizni boshqalar. Motorlar yaxshi. Ko'ryapmiz. Sizga sifati yoqdimi axir? Yoqdi sifati. Ha. Zo'r. Aka ozgina narxiga talashishyapti. Necha pul qilib beray, ayting mana. Akamizga 5 ta narsa qo'shib berdik. Naborni ichiga 5 ta qo'shib berdik. Ayting ham. Qara puliga kerak emas, ha? Puliga kerak emas, puligidan o'tib bering. Bo'ldi. 3 million 200 ming so'm bersangiz bo'ladimi? 3 million qilay. Yo'q, 3 million 200 ming so'm bering bo'ldi. 3 million 200 ming bering bo'ldi. Tekst qilay, shu yerda kuzatib yurib olib ketganimiz. Akamizga mana aytganlarini qilib 3 million so'mga ana naborni berdik. Sizlar ham Roxson do'koniga kelasizlar, original mahsulotlarni chiroyli narxga beramiz. Bunaqa narsani aka shunaqa narxga olaman deb o'ylamadingiz yo'q? Mana narxi qanday bo'ldi? Normal. Yo'qmi? Aytgan pulingizga berdimi? Insof bilan so'raysiz, aytgan pulingizga berdim. Endi aytgan pulga berar ekan deb ba'zilar kelib 1 million, 1,5 million qiladi, insof qilinglar. Men motori ham o'zi salkam 1 million pul turadi. MCL motoblok, ikkita temir balon, ikkita markor, bitta ariq ochadigan berdik. Hammasini akamizga necha pul berdik? 3 million. Bu uyushtirilgan emas, bir reallik. Reallik. Bir obunachilarga bir o'z fikringizni aytib qo'ying endi. Nima deymiz endi? Roxson do'kon zo'r, sifatli narsalari, hamma narsasi realniy. Anavi gapingiz to'g'ri hammasi. To'g'rimi? Narxini gapiring. Odamlarga narx zo'r. Hamma yomonmi? Ha, narxi ham qulay, ha? Qulay. Tovar sifati yoqdi. Zo'r sifati. Sifatsiz tovarni maqtab bermaymiz. Sifatli tovarni ko'rsatdik. Hamma tovarni bir-biridan farqlarini tushuntirib, hamma yog'i bo'yicha batafsil ma'lumot berdik. Akamizga 3,5 million so'mlik narsani 3 million 400 ming desak, bitta detalni olib tashadi, 3 million 200 mingga ham o'zi zo'r narxda akani aytganini qildik, mayli. Uzoqdan kelib turib 3 millionga berdik. Sizlar ham do'konga kelsalaringiz, mana shunaqa original tovarlarni chiroyli narxga beramiz. Olib borib soqqani qilaverasizlar akalar. Motokultivator deysizlarmi, muraviy deysizlarmi, suv nasos deysizlarmi, Roxson do'konida mavjud. Biz sizlarni do'konda kutib qolamiz. Roxson do'konimizda original moshni muraviyimizni akamizga qilib berdik, kabinali. Ana buni ichini ko'ramiz endi. Navrotlarni bir ko'rsatib qo'yay. Sizlarga maqtanib qo'yay navrotlari bilan. Akalar qaranglar. BMW rol, powerotchik, oldi oynalar, faralar, mana bu yerda pechkalar, zadniy kamera, bulut, smartfonlar, panejni, paveshinli, mana uni qaranglar. DR ketaverasizda. Mana bu pultlari, Cobaltda yo'q pultlar, kerak bo'lsa ba'zi bir Cobaltlardan berilmayapti, biz beryapmiz. Mana bu yerda afg'on oynalari, lyuklari bor, mana ventilyatorlari bor. Endi buni asosiy joylarini o'tamiz. Asosiy joylardan biri mana bu yerda mana bordlari, qo'shimcha bord qo'shganmiz bunga. Mana bir qarish bord qo'shilgan. Bir qarish bordni bemalol yechib ham foydalansangiz bo'ladi, qo'ysangiz ham bo'ladi. Yonlari silindrli, balonlarni qaranglar, shiroki, mexki, moshni balondan qo'yganmiz. Buni motorlarini aytmaysizlar. Motorlari 2000 vatli, motor miyasi 2000 vatli originalidan qo'yganmiz. Akkumulyator ham chista 70 talik original kilogramlargacha qo'yib mijozimizga ko'rsatib berdik, sifatlarini reallik ko'rsatib berdik. 70 talik 6 ta original akkumulyatordan taqib berdik. Qo'shimchalariga zapaska balon deysizlarmi, damkrat, balon ключ, kaskalarni ham qo'shib berdik. Endi akamizga dastavkalarni ham qilib beryapmiz. Bu muraviyimiz hozir Gagaringa ketyapti. Kimga mana shunaqa sifatli muraviylar kerak bo'lsa, Roxsonga murojaat qiling. Buni narxini super qilib beramiz. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing, chiroyli qilib ishingizni bitirib beramiz. Bunaqa muraviylarni bizda eng arzon narxga olish imkoniyatiga egasiz. Faqat telefon qilib so'rayotganda motor, miya, xarakteristikalari bo'yicha va muraviyni qo'shimcha udobstvolari bo'yicha to'liq gaplashadigan bo'lsangiz, biz 100% va'da berib aytaman sizlarga, любой joydan arzon qilib bera olamiz. Udobstvolar va xarakteristikalar, motorning sifati, akkumulyatorning sifatiga qarab narxlar o'zgaraveradi. Sizlarni Roxson do'konida kutib qolamiz. Shunaqa original muraviylarni xarid qilish uchun tanlovdan adashmang, Roxsonga kelasizlar. Haqiqatda aytamiz. Bunisi bunday, bunisi bunday, buni akkumulyatori bunday, buni motori bunday deymiz. Tanlovda adashmang.